Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarning banklaringizdan bizning qarindoshimiz kredit olgan. Xo'sh. U qarindoshim Arslonov Rustam Qudratovich. Ushbu kredit bo'yicha ma'lumot olmoqchi edim. Hozirgi kunda qancha krediti bor, qanchasini to'lagan, shu bo'yicha ma'lumot bersangiz. O'zbekiston Respublikasi bank sir to'g'risidagi qonunning 3-moddasiga ko'ra fuqarolarning bankdagi kreditlari, mol-mulki yoki bank operatsiyalari bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlari bank siri hisoblanadi. Bank siri hisoblanganligi sababli ushbu ma'lumotlarni 3-shaxslarga taqdim qilish qat'iyan taqiqlangan.